Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist El Ardog'dagi taniqli aktrisa Dilnoza Kubayeva haqida bugun tongda noxush xabarlar e'lon qilindi. Xalq marhumning haqqiga duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek kino olamining eng yorqin namoyandalaridan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli aktrisa Dilnoza Kubayeva 22-noyabr kuni 39 yoshni qarshiladi. Kelgindi kelin, Telba, Farzandim kabi filmlardagi rollari bilan mashhurlik shohsupasiga erishgan aktrisa nimalardan afsuslanadi? Uning xorijiy studiyalari bilan hamkorlik qilishni istamasligi rostmi? Keling, quyida bu kabi savollarga javob beramiz. O'z muxlisiga turmushga chiqqan va undan erta ayrilgan o'g'li shifokor bo'lishini orzu qiladigan Dilnoza Kubayeva bugun 39 yoshda. Aslida familiyam Ko'payeva. Dilnoza Kubayeva 1986-yil Toshkent shahrida ziyolilar xonadonida tug'ilgan. Otasi biologik olim, onasi esa iqtisod sohasida faoliyat yuritgan. U oilada yagona qiz bo'lib, 2 o'g'ildan keyin dunyoga kelgan bir nafar ukasi bor. Katta otamizning ismi Ko'paysin bo'lgan. Sobiq ittifoq davrida tug'ilganlik haqidagi guvohnomaga Kubayeva deb yozilgan. Keyinchalik o'zgartirmadik. Aslida familiyam Ko'payeva bo'lishi kerak. Uydagilar yolg'iz qiz farzand deb meni hech qachon erkalatganini eslolmayman. Kichkinaligimdan boshqalarga qo'shila olmasdim. Bir chekkada qimtinibgina turadigan qizaloq bo'lganman. Maktabga ham borishni istamasdim. Har bir voqea hodisani nega bu shunday deb o'ylayverardim. Tan olaman, qiyinchilikda o'sganmiz. Bog'chada o'rgangan raqslarimni uydagilarga ko'rsatib, ularning olqishini olgan beg'ubor odamlar ham kechagidek yodimda. Maktabda turli bayramlar kechalarida faol bo'lganman. Mikrofonni ushlasam, rosa hayajonlanardim. Oyoq qo'lim tinmay qaltirardi. Maktabda tugatgach, Respublika nafis san'at litseyiga o'qishga kirib, u yerda ustozlarimdan san'at bo'yicha saboq oldim. O'sha litsey institutga kirishimda poydevor vazifasini o'tagan desam mubolag'a bo'lmaydi, deydi aktrisa. Dilnoza Kubayevaning turmush o'rtog'i 30 yoshda olamdan o'tgan. Aktrisa 2008-yilda o'z muxlisiga turmushga chiqadi. U umr yo'ldoshining fikri bilan ijodiy faoliyatida 2 yil tanaffus qiladi. Rahmatli turmush o'rtog'im tadbirkorlik bilan shug'ullanganlar. Boladek beg'ubor, yaxshi inson edilar. Kelgindi kelin filmidagi rolimni ko'rib, meni yoqtirib qolgan ekanlar. O'sha vaqtda ich-ichlardan shu qiz mening rafiqam bo'lsaydi degan kechinma tuyg'u o'tgan ekan. Keyinchalik o'sha vaqtda ichimdan o'tgan tuyg'u ijobat bo'lgan deb xotirlab yurardilar. Mendan dastxat olish bahonasida teatrga kelganlarda tanishib qolganmiz. Birinchi muhabbatim ham, balki so'nggi muhabbatim ham rahmatli jufti halolimdir. Turmush o'rtog'im juda ham oddiy, hokisor, halol odam edilar. Har xil mishmishlar chiqqan, ammo u gaplar shunchaki mishmish bo'lgan xolos. Jufti roziligi uchun erimga bergan ahdimga sodiq qoldim. Shu sababli 2 yil ijoddan ketdim. Ularni norozi qilib, biror narsaga erishishim mumkin emasdi. Xo'jayinim 30 yoshdan oshganda olamdan o'tdilar. Ular mendan minnatdor bo'lib, rozi bo'lib, senga tarbiya bergan onangga rahmat dedilar. Bu gap men uchun butun umrga tatiydi. Shuning uchun o'g'limning ham oldida vijdonim pok. Uning ko'ziga bemalol qaray olaman. Buni o'ziga ham ochiq-oydin aytaman. Hammasi uchun roziman. Yaxshiyam sabrli bo'lgan ekanman. Yaxshiyam qanday kun bo'lsa ham chidagan ekanman. Yaxshiyam kasbingni tashla degan vaqtlarda tashlagan ekanman. Mana yana ishlab ketdim. U insonni juda ham e'zozladim. Xuddi yosh boladek. Kezi kelganda emizikli bolamni onamga tashlab, ular bilan kasalxonada qolganman degan aktrisa. Marhum turmush o'rtog'imga rahmat deyman. To'g'ri, orqamdan juda ko'p gap so'zlar bo'ldi.
Ularning vafotidan keyin men uchun ko'p sirlar ochildi. Shu qiz turmush o'rtog'im bo'ladi, oq libos kiydiraman, ham shar'iy ham qonuniy hamrohi bo'laman deb chiroyli tashlab ketdi. Biroq shu inson shaxt va qat'iyat bilan meni baxtli qila oldi. Kutgan insonlarimda qat'iyat bo'lmadi. Ayollar, qizlar yigitlarning oldiga borib, menga uylan deya oladimi? Yo'q, o'zbek ayoli hech qachon bu so'zni aytmaydi. Ulardan doim minnatdor bo'laman. Ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Men har doim ota-onasiga xos bo'lgan, yarashadigan ishni qiladigan, amallari bilan jannatda toj kiydiradigan o'g'il tarbiya qilyapman. O'g'lim inshaalloh shifokor bo'ladi. O'g'lining ismi Muhammad Amin, 15 yoshda bo'lib, u musiqa maktabida o'qiydi. Muhammad Amin kelgusida qanday kasbni egallashdan qat'iy nazar poydevori musiqa bilan mustahkam bo'lishni istayman, deydi xonanda bergan intervyusida.